Yo, hammaga salom. Bugun biz o'sha 100 kunlik survival videosini ikkinchi qismini olamiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Короче, biz boshladik. Bizni qo'llab-quvvatlayotganlarga kattakon rahmat. Videoni oxirigacha ko'ring, o'tkazib yubormasdan. Короче, biz boshladik. Короче, biz hozir g'orga ketyapmiz. E'tibor bermayman. Kanalga obuna bo'ling va albatta videoga like bosing. O'zingizni fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Короче, biz bu orada lazerit topdik, bir qancha temir topdik va albatta olmos. Короче, video davomida o'zlaring ko'rib tushunib olasizlar. Temir taxminan 35 ta 40 ta chiqib qolsa kerak. Shunaqa qilib olmos menimcha, olmos 3 ta chiqdi. Lazerit bo'lsa bir stakdan ozgina ko'proq chiqdi. Keyinchalik olmosdan sal ko'proq topganimizda sexlash stol yasaymiz. Nomini bilmayman. Shu короче yasaxonani sehrlab nezerga o'tamiz. Nezerdan chardam qiladigan ishimizni qilamizda. Obuna bo'ling. короче o'lmasdan, bir omaddan o'lmasdan 100 kun yashab qolishimiz kerak. Agar bu challenge bajara olsak, nima bo'ladi aytaymi? Bajargan bo'lamiz. Xullas, temir eritdim. Ko'mir yo'q ekan, ko'mirni birinchi tayyorlab, keyin temirni eritdim. Xaritani ham bu orada yasagandim. Xaritani endi ko'pchilik bilmaydi, bunda qanaqa qilib yasashni, ammo qiyin emas. Imkoni bor har holda yasashni. Survivalda albatta kreativga o'tmayman. Men kreativ emasman. Kelib shunaqa qildikda. Birodarlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Sizga 3 soniya vaqt. 3, 2, 1. Bo'ldingizmi? Obuna bo'ldingizmi? Like bosdingizmi? Bosmadingizmi? Tezlashing. Temirlarni eritib bo'lgandan keyin to'liq temir aslaha bo'lmadi-ku, bitta oyoq kiyim qolib ketdi. Shu oyoq kiyimni ham olsak bo'lardi. Mayli dedik. Kirkani olmosdan qilib oldik albatta. Xudo xolasa keyinchalik obunachilar ko'payib, sal kanal rivojlanib olgandan keyin stream qilaman. Streamda Bedwars yo boshqa Lucky Block, Oni Block shunga o'xshagan o'yinlarni nasib qilib chiqamiz. Server ochamiz, obunachilar kirib bemalol o'ynashlari mumkin bo'ladi. Microsoft account yo'qlar ham kiradigan server ochamiz. Aynan shu Minecraftda. Minecraft emas, buni nomi Minecraft. Ustiga craft deb yozib qo'ygan. Haligi Blackmarkda kirsalar rasmi turadi-yu, shunaqa joyga. Короче, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Stream bo'lgan paytlarda kirib sizlar ham o'ynashlaringiz mumkin bo'ladi. Bitta serverga menimcha 65 tagacha odam qo'shilsa kerak. 65 tagacha odam qo'shila oladi menimcha, shunaqa. Keyinchalik balki haligi PvP battle qilarmiz. Короче, kanalga obuna bo'lib qo'yaringchi, bir gap bo'lar. Hozir bizni keyingi qiladigan ishimiz temirni yana konga tushib, ozgina temir olib chiqamiz, paqir yasaymiz. Va haligi nima deydi? Portalli narsa qilamiz-da. Portal yo'qsa yondirgalka bor, shuni yasaymiz. Keyin fermasini quramiz. Undan keyinchalik qo'y, mol, creeper, blaze shularni fermasini qurib, yaratib chiroyli qilamiz. Hozir bizda 45 ta bug'doy narsasi bor, nima deydi, urug'i bor. Короче, shularni shu yerga ferma qilib quramiz. Videoni tezlashtiramiz endi. Ketdik. Mana fermamiz ham bitib qoldi. Короче,
Endi bu yog'iga sekin tashqariga chiqib, qorini g'amini qilsagan bo'ladi. Mana fermamiz bitdi. To'g'ri, hamma yog'iga bug'doy urug'i yetmadi-yu. Keyinchalik topib, chiroyli qilib hamma yog'ini bitkizib yuboramiz. Kanalga obuna bo'ling. Endi ovqat topishimiz kerak, chunki sekin qornim ochyapti. Mana tovuq bor ekan, u tarafda mol bor ekan. Birinchi tovuq o'ldiramiz. Qani may boshlanga yo'g'im. Endi molni qidiramiz. Hoy sigir, bu yoqqa kel. Qo'y shekilli. Qo'ymi? Ayyo, mol bad ekan. Birinchi sutini olib ko'ramizmi? Hop, ana oldik sutini. Kechqurun, qattiq yutamiz unda. Короче, qorin och, hozir ovqat topaman. Shuncha mendan bo'lmaydi obunachilar. Cho'chqani ham sekin bir yo'l qilib, indamay olib borib, jiz-biz qilib yeyveramiz. Hech kim bilmaydi-yu, sizlardan boshqa. To'g'rimi? Короче, akalar, meni videoyimni shu yergacha ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsin. O'zini kanali bo'lsa, o'sha kanalga obuna bo'lib, nechta videosi bo'lsa ham hammasiga like bosib chiqaman. Kommentariyadan 2-3 ta kommentariy yozib chiqaman. Короче, rahmat. Hali tugamadi video, davom bor. Ozgina to'xtab turinglar. Короче, ovqatlarni pishirib, qorin to'q qilib oldik. Endi o'sha steykni ham pishiramiz, ya'ni molni go'shtini. Keyin tovuq go'shtini pishiramiz. Короче, videomizni ko'rganlarning hammasiga rahmat. Otasiga balli. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sog' omon bo'ling.